Assalomu alaykum. Aziz tomoshabinlar va qadrli obunachilarim. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner bo'lsa, hatto yaqin kelajakda nafaqaga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz ham, bu video siz uchun nihoyatda muhim va dolzarb ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Diqqatingizni jamlab ushbu ma'lumotlarni so'nggi to'ng'isigacha tinglashingizni maslahat beraman. Chunki yaqinda qabul qilingan o'zgarishlarga ko'ra, agar siz ba'zi ma'lumotlarni 10 ish kuni ichida pensiya ta'minoti organlariga xabar bermasangiz, sizni jiddiy muammolar kutishi mumkin. Nafaqangiz to'xtatilishi, jarima qo'llanilishi, hatto ortiqcha to'langan pullarni qaytarish talabi bilan sudga tortilish xavfi bor. Bu juda katta noxushliklarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Kanalimga hoziroq obuna bo'ling va ushbu muhim ma'lumotlar boshqalarga ham yetib borishi uchun videoga like bosing. Bu kanalim rivoji uchun ham juda muhim. Asl muammo nimada va vaziyat qanday o'zgardi? Avvallari ko'plab pensionerlar o'z hayotidagi o'zgarishlar haqida pensiya jamg'armasiga yoki pensiya ta'minoti organlariga xabar berishga shoshilmasdilar. Ba'zida bu mas'uliyatsizlikdan, ba'zida esa oddiygina xabarsizlikdan kelib chiqar edi. Pensiya tizimi ham ba'zi holatlarda ma'lumotlarni kechroq yangilash imkoniyatini berardi. Chunki davlat organlari o'rtasida ma'lumot almashish jarayonlari bugungidek tezkor va raqamlashtirilgan emasdi. Masalan, pensioner ishga kirsa, uning ish beruvchisi bu haqda davlatga xabar berishga majbur edi. Ammo bu ma'lumotning pensiya jamg'armasiga yetib borishi va tizimda aks etishi biroz vaqt talab qilardi. Bu esa ko'pincha pensionerga nafaqani ortiqcha to'lashga olib kelar. Keyinchalik bu summalar qaytarilishi kerak bo'lardi. Bu esa o'z navbatida pensionerlarga katta noqulaylik tug'diradi ko'p hollarda. Pensionerga yillar davomida ortiqcha to'langan pullarni birdaniga qaytarishcha talab etilganida, ularning moddiy ahvoli qiyinlashib ketardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat ijtimoiy to'lovlar tizimini yanada shaffof va samarali qilish, budjet mablag'laridan maqsadli foydalanishni ta'minlash maqsadida bir qator yangiliklarni joriy etdi. Zamonaviy raqamlashtirish tizimlari va idoralararo elektron ma'lumot almashish platformalari pensiya ta'minoti organlariga pensionerlarning hayotidagi muhim o'zgarishlarni ancha tezroq aniqlash imkoniyatini bermoqda. Asosiy o'zgarishlardan biri shundaki, O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga kiritilgan so'nggi o'zgartirishlarga muvofiq pensionerlar o'zlarining hayotiy holatlarida sodir bo'ladigan ayrim muhim o'zgarishlar haqida pensiya ta'minoti organlariga 10 ish kuni ichida xabar berishlari shart. Bu muddatning qisqaligi va majburiyligi juda katta ahamiyatga ega. Chunki u pensionerlarning huquq va majburiyatlariga bevosita ta'sir qiladi. Agar ushbu muddat ichida xabar berilmasa, bu nafaqa to'lovlarining noto'g'ri hisoblanishiga, ortiqcha to'lovlarning yuzaga kelishiga va natijada pensionerning o'zi uchun jiddiy muammolarga olib keladi. Davlatning maqsadi har bir fuqaroga belgilangan ijtimoiy kafolatlarni adolatli va o'z vaqtida yetkazish, shuningdek davlat budjeti mablag'laridan samarali foydalanishni ta'minlash. Bu o'zgarish aynan shu maqsadlarga xizmat qiladi. Qo'shimcha ma'lumotlar, nimalarni bilishingiz kerak, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar tashvishlanishi shart emas. Keling, endi eng muhim savollarga javob beraylik. Qaysi o'zgarishlar haqida pensiya ta'minoti organlariga xabar berish kerak? Kimlar bu haqda tashvishlanishi lozim va kimlar uchun bu qoidalar unchalik dolzarb emas? Birinchi va eng muhim o'zgarish bu asl ishga joylashish. Agar siz nafaqa oluvchi bo'lsangiz va ishga joylashsangiz, bu haqda 10 ish kuni ichida xabar berishingiz shart. Bu ayniqsa quyidagi hollarda muhimdir. Bir nogironlik nafaqasi oluvchilar. Astrolis ko'p hollarda nogironlik nafaqasi oluvchilarga ishlashga cheklovlar qo'yilgan bo'ladi yoki ular ishga joylashganda nafaqa miqdori qayta hisoblanishi mumkin. Ba'zi guruh nogironlik uchun nafaqa agar pensioner ishlasa umuman to'xtatiladi. Agar siz ishga kirib bu haqda xabar bermasangiz, nafaqangiz noto'g'ri to'lanishi va keyinchalik sizdan ortiqcha to'langan summalarni qaytarish talab qilinishi mumkin. Masalan, 3-guruh nogironlik nafaqasi oluvchi Shavkat aka 25 yosh xususiy korxonaga kichik lavozimga ishga joylashdi. Uning nogironlik nafaqasi ishlamaydiganlar uchun belgilangan miqdorda edi. U bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermadi. 10 ish kunlik muddat o'tdi. 3 oydan so'ng pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida uning ishlayotganini aniqladi. Natijada Shavkat akadan 3 oylik ortiqcha to'langan nafaqa miqdori har oyda 20 million so'm, jami 3 million so'm qaytarish talab etildi.
Bundan tashqari, unga ma'lumotni yashirganlik uchun ma'muriy jarima ham qo'llanilishi mumkin. Bu esa Shavkat aka uchun kutilmagan va jiddiy moliyaviy zararga aylandi. Agar u o'z vaqtida xabar berganda, uning nafaqasi qonuniy ravishda qayta hisoblanar yoki to'xtatilar, u esa muammolardan qutulardi. 2. Astroshk boğuvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchi shaxslar, ayniqsa o'qishini tugatgan yoki ishga joylashgan talabalar. Boğuvchisini yo'qotganlik nafaqasi odatda faqat mehnatga layoqatsiz oila a'zolariga to'lanadi. Agar nafaqa oluvchi voyaga yetmagan bola bo'lsa va u ishga joylashsa, masalan, yozgi ta'til paytida yoki kollejni tamomlagandan so'ng yoki o'qishni tugatgan bo'lsa, bu haqda xabar berish shart. Chunki u endi mehnatga layoqatli hisoblanib, nafaqa olish huquqini yo'qotadi. Masalan, 19 yoshli Muxlisa oliy ta'lim muassasasida o'qir va otasidan qolgan boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini olar edi. Yozgi ta'til paytida u turmushga chiqdi va o'qishini tashladi. Keyin esa bir kichik do'konga sotuvchi bo'lib ishga kirdi. U bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermadi. 6 oydan so'ng pensiya jamg'armasi uning o'qishdan chiqarilganligi va ishlayotganligini aniqladi. Natijada Muxlisadan 6 oylik nafaqa summasini qaytarish talab qilindi, chunki u nafaqa olish huquqini yo'qotgan edi. Bu holat Muxlisaning moddiy ahvolini keskin yomonlashtirdi. Ayrim turdagi imtiyozli nafaqalar oluvchilar, ba'zi kasb egalari yoki maxsus hududlarda ishlaganlar uchun beriladigan imtiyozli nafaqalar ham ishga joylashish bilan bog'liq o'zgarishlarga duch kelishi mumkin. Kimlar tashvishlanishi shart emas. Agar siz umumiy tartibda yoshga doir nafaqa olsangiz va ishlashingiz nafaqa miqdoriga ta'sir qilmasa, ya'ni nafaqangiz ish staji va ish haqi asosida to'liq shakllantirilgan bo'lsa va ishlamayotganlik sharti qo'yilmagan bo'lsa, bu holatda ishga joylashishingiz haqida xabar berish majburiy bo'lmasligi mumkin. Biroq aniqlik kiritish uchun har doim pensiya jamg'armasi bilan bog'lanishni tavsiya qilaman. Ikkinchi muhim o'zgarish bu yashash joyini o'zgartirish. Agar siz doimiy yashash joyingizni o'zgartirsangiz, ayniqsa boshqa viloyatga, shaharga yoki chet elga ko'chib o'tsangiz, bu haqda ham 13 kun ichida xabar berishingiz shart. Buning bir nechta sabablari bor. 1. Hududiy koeffitsiyentlar va qo'shimchalar. Ba'zi hududlarda, masalan, tog'li yoki olis hududlarda yashaydigan pensionerlar uchun nafaqaga qo'shimcha koeffitsiyentlar yoki maxsus qo'shimchalar belgilanishi mumkin. Agar siz bunday hududdan boshqa oddiyroq hududga ko'chib o'tsangiz, avvalgi imtiyozlarni olish huquqini yo'qotasiz. Aksincha, agar siz imtiyozli hududga ko'chib o'tsangiz, sizga qo'shimcha to'lovlar qo'shilishi mumkin. Bu haqda o'z vaqtida xabar bermaslik ham ortiqcha to'lovga yoki kam to'lovga olib kelishi mumkin. Masalan, Qoraqalpog'istonning Olis tumani Beruniydan Toshkent shahriga ko'chib kelgan Dilfuza opa 7. yashash joyi uchun belgilangan qo'shimcha nafaqa koeffitsiyentlarini olishda davom etdi. U yashash joyini o'zgartirganligi haqida pensiya jamg'armasiga xabar bermadi. 1 yildan so'ng bu holat aniqlandi va undan ortiqcha olingan nafaqa summasini har oyda qo'shimcha 200 ming so'm, jami 1 million so'm qaytarish talab qilindi. Bu esa uning uchun katta qiyinchilik tug'dirdi. Ikkinchisi, astrosh chet elga doimiy yashash uchun ketish. Agar siz chet elga doimiy yashash uchun ketadigan bo'lsangiz, O'zbekiston Respublikasida pensiya olish qoidalari o'zgarishi mumkin. Ko'p hollarda chet elga doimiy ko'chib ketgan fuqarolar O'zbekistonda nafaqa olish huquqini yo'qotadi yoki ularning nafaqalari boshqacha tartibda to'lanadi. Bu haqda xabar bermaslik juda jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Uchinchi muhim o'zgarish bu asliq oilaviy ahvolning o'zgarishi. Ayniqsa boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchilar uchun bu juda muhim. Birinchi, asoz turmushga chiqish. Boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchi shaxs turmushga chiqsa, odatda uning nafaqa olish huquqi to'xtatiladi. Agar turmushga chiqqanligingiz haqida xabar bermasangiz, nafaqa noto'g'ri to'lanishi davom etadi va keyinchalik sizdan bu pullarni qaytarish talab qilinadi. XH qaramog'idagi shaxsning o'limi. Agar sizning qaramog'ingizda bo'lgan va sizning nafaqangizga qo'shimcha to'lovlar hisoblanayotgan shaxs vafot etsa, masalan, nogiron farzandingiz, qaramog'ingizda ota-onangiz, bu haqdan xabar berishingiz shart. Aks holda siz hali ham vafot etgan shaxs uchun qo'shimcha to'lovlarni olishda davom etasiz. Bu esa ortiqcha to'lovga olib keladi. 4-chi muhim o'zgarish bu astrosh nogironlik guruhining o'zgarishi. Agar siz nogironlik nafaqasi olsangiz va tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi bilan nogironlik guruhingiz o'zgarsa, masalan, 2-guruhdan 1-guruhga o'tsangiz yoki aksincha 3-dan 2-ga,
Bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz shart. Nogironlik guruhiga qarab nafaqa miqdori o'zgarishi mumkin. Bu o'zgarish haqida xabar bermaslik nafaqa miqdorining noto'g'ri hisoblanishiga olib keladi. 5-chi muhim o'zgarish bu asosan boshqa turdagida davlat yordamini olish. Ba'zi pensionerlar bir vaqtning o'zida ikkita turli xil ijtimoiy to'lov yoki nafaqa olishlari mumkin emas. Agar sizga yangi turdagi davlat yordami yoki boshqa nafaqa tayinlansa, bu haqda ham o'z pensiya jamg'armangizga xabar berishingiz lozim. Masalan, O'zbekistonda ko'pincha keksalik nafaqasi va nogironlik nafaqasini bir vaqtning o'zida olishga yo'l qo'yilmaydi. Agar bir turdagi nafaqa olib turgan paytingizda boshqa turdagi nafaqaga huquq paydo bo'lsa va siz uni rasmiylashtirsangiz, eskisini bekor qilish yoki tanlash haqida pensiya organiga ma'lumot berishingiz kerak. Xulosa qilib aytganda, kimlar tashvishlanishi kerak? Agar sizning nafaqangiz ishlash, yashash joyi, oilaviy ahvolingiz yoki sog'lig'ingiz bilan bog'liq shartlarga bog'liq bo'lsa, siz albatta bu o'zgarishlar haqida juda ehtiyotkor bo'lishingiz va o'z vaqtida xabar berishingiz kerak. Kimlar tashvishlanishi shart emas. Agar sizning nafaqangiz umumiy asosda belgilangan bo'lib, yuqorida sanab o'tilgan holatlar sizning nafaqa olish huquqingizga yoki miqdoriga ta'sir qilmaydigan bo'lsa, unda bu qoidalar siz uchun to'g'ridan-to'g'ri tahdid solmaydi. Ammo har qanday holatda ham shubha tug'ilsa, pensiya jamg'armasi bilan bog'lanish eng to'g'ri yo'ldir. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar, har bir qoida o'z istisno va nozik tomonlarga ega. Pensiya tizimida ham shunday. Keling, bu haqda batafsil gaplashamiz. Istisnolar biring, barcha nafaqalar ishlashdan ta'sirlanmaydi. Astirish yuqorida aytib o'tganimizdek, agar sizning yoshga doir nafaqangiz to'liq ish staji va ish haqi asosida shakllantirilgan bo'lsa va unda ishsiz bo'lish sharti belgilanmagan bo'lsa, sizning ishga joylashishingiz nafaqa miqdoriga ta'sir qilmasligi mumkin. Bu ko'proq shunday nafaqaxo'rlar uchun tegishli bo'lib, ular pensiya yoshiga yetgan va uzoq yillar mehnat stajiga ega bo'lgan holda qo'shimcha daromad olish uchun ishlashni davom ettiradilar. Biroq bu har doim ham shunday bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun aniq javobni pensiya jamg'armasidan olishingiz kerak. 2. Vaqtinchalik daromadlar. Ba'zi vaqtinchalik daromadlar yoki bir martalik to'lovlar rasmiy ishga joylashish deb hisoblanmasligi va pensiya maqomiga ta'sir qilmasligi mumkin. Masalan, bir martalik fuqarolik huquqiy shartnoma asosida bajarilgan ishlar. Lekin bu holatda ham har bir vaziyat individual ravishda ko'rib chiqiladi va pensiya organiga murojaat qilish ortiqcha bo'lmaydi. 30. Pensioner uchun foydali o'zgarishlar. Agar o'zgarish pensioner uchun foydali bo'lsa, masalan, nogironlik guruhi yuqoriroq guruhga o'zgarsa, birinchi guruhga o'tish nafaqasiga qo'shimcha qaramog'idagi shaxs paydo bo'lsa, bu haqda xabar berish muddatiga rioya qilish nafaqa to'xtatilishiga emas, balki nafaqa miqdorining oshishiga olib keladi. Ya'ni, 10 kun ichida xabar bermaslik jarimaga emas, balki sizning yuqori nafaqa olish huquqingizni kechiktirishga olib keladi. Shu sababli bunday holatlarda ham o'z vaqtida murojaat qilish muhim. Tuzoqlar 1. Men bilmasdim bahonasi. Qonunchilikni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Pensiya qoidalaridagi o'zgarishlar haqida rasmiy nashrlar, internet manbalari va ommaviy axborot vositalari orqali e'lon qilinadi. Har bir pensioner o'z huquq va majburiyatlaridan xabardor bo'lishi lozim. Men qoidalarni bilmasdim degan bona sud yoki pensiya organlari tomonidan qabul qilinmaydi va ortiqcha to'langan summalarni qaytarish talabidan qutulishingizga yordam bermaydi. 2. Astirish ish beruvchiga ishonish. Astirish ba'zi pensionerlar ishga joylashganda ish beruvchisi barcha zarur ma'lumotlarni pensiya jamg'armasiga yuboradi deb hisoblaydi. Bu qisman to'g'ri. Ish beruvchilar o'z xodimlarining bandligi haqida tegishli organlarga hisobot beradi. Biroq bu ma'lumotlarning pensiya jamg'armasi tizimiga yetib borishi va qayta ishlanishi uchun vaqt ketadi va eng muhimi, yakuniy javobgarlik har doim pensionerning o'z zimmasida bo'ladi. Ya'ni, agar ish beruvchi kechikib ma'lumot bersa ham, pensionerning o'zi 10 kunlik muddatda xabar bermaganligi uchun javobgar bo'ladi. Shuning uchun har doim shaxsiy javobgarlikni unutmang. 3. Og'zaki xabardor qilishning yetarli emasligi. Pensiya jamg'armasi xodimiga og'zaki xabar berish, hatto telefon orqali gaplashish ham rasmiy ma'lumot hisoblanmaydi. Har doim yozma ariza bilan murojaat qiling va arizangizning kiruvchi hujjatlar ro'yxatga olingan muhri tushirilgan nusxasini o'zingizda saqlab qo'ying. Bu keyinchalik yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklar yoki nizolarni hal qilishda sizning asosiy dalilingiz bo'ladi. 4.
pensiya jamg'armasining o'zi bog'lanishini kutish. Pensiya jamg'armasi sizning hayotingizdagi o'zgarishlarni mustaqil ravishda aniqlashi mumkin. Ammo bu bir muncha vaqt talab qiladi. Siz esa eng kunlik muddatni o'tkazib yubormasligingiz kerak. Ularning bog'lanishini kutib o'tirish bu muddatni buzish va jiddiy muammolar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Noaniq nüanslar birini astash ish nima? Bu faqat rasmiy mehnat shartnomasi bo'yicha ishlashmi yoki o'z-o'zini band qilish? G'alla kooperatsiyasida ishlash kabi faoliyatlar ham bunga kiradimi? O'zbekiston qonunchiligida mehnat faoliyati tushunchasi keng qamrovli bo'lib, u rasmiy ish joyidan tashqari boshqa daromad keltiruvchi faoliyat turlarini ham o'z ichiga olishi mumkin. Har qanday rasmiy daromad keltiruvchi faoliyat haqida pensiya organiga xabar berish maqsadga muvofiqdir. 2-10 kunlik muddat qachondan boshlanadi? Bu muddat hodisa sodir bo'lgan kundan boshlab hisoblanadi. Ya'ni siz ishga joylashgan kuningizdan, yashash joyingizni o'zgartirgan kuningizdan yoki oilaviy ahvolingiz o'zgargan kuningizdan boshlab. Bu haqda siz xabar topgan kundan emas, balki hodisa sodir bo'lgan kundan. Agar bu sana aniq ko'rsatilmagan bo'lsa, huquqiy kuchga ega bo'lgan hujjat, masalan, mehnat shartnomasi sanasi, pasportdagi propiska sanasi asos qilib olinadi. O'tuz oqibatlar. Ashtirish ma'lumotni o'z vaqtida taqdim etmaslik nafaqani to'xtatishdan tashqari ilgari ortiqcha to'langan barcha summalarni qaytarish talabiga olib kelishi mumkin. Ba'zi hollarda bu summalarni qaytarishdan bosh tortish sud jarayonlariga va ijro ishi qo'zg'atilishiga ham olib kelishi mumkin. Bundan tashqari ma'muriy javobgarlik ham nazarda tutilgan. Ashtirish qonunchilik asoslari. Bu yangi talab O'zbekiston Respublikasining fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonuniga va unga tegishli normativ huquqiy hujjatlarga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar asosida amalga oshiriladi. Har bir pensioner o'z pensiya jamg'armasidan aynan qaysi hujjatga asoslanib bu talab qo'yilayotganini so'rab, o'rganib chiqishi mumkin. Amaliy maslahatlar: nima qilish kerak va qayerga murojaat qilish lozim? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Amaliy maslahatlar. Agar siz yuqorida aytib o'tilgan o'zgarishlardan biriga duch kelsangiz, nima qilishingiz kerak? Birini o'zgarish turini aniqlang. Avvalo, sizning hayotingizdagi qaysi o'zgarish pensiya ta'minotiga ta'sir qilishi mumkinligini aniqlab oling. Ishga joylashish, yashash joyini o'zgartirish, oilaviy ahvolning o'zgarishi, nogironlik guruhining o'zgarishi va 2. Kerakli hujjatlarni to'plang. O'zgarish turiga qarab sizga ma'lum hujjatlar kerak bo'ladi. Ishga joylashishda, ishga joylashganingizni tasdiqlovchi hujjat, mehnat shartnomasining nusxasi, ishga qabul qilish to'g'risidagi buyruq nusxasi, elektron mehnat daftarchasidan ko'chirma. Yashash joyini o'zgartirishda pasportdagi yangi propiska, doimiy ro'yxatdan o'tganlik haqidagi belgi. Oilaviy ahvolning o'zgarishida nikoh guvohnomasi agar turmushga chiqsangiz, qaramog'ingizdagi shaxsning vafot etganligi haqidagi guvohnoma. Agar vafot etsa, o'qishni tugatganlik yoki o'qishdan chiqarilganlik haqidagi ma'lumotnoma. Agar o'quvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchi talaba bo'lsa. Nogironlik guruhining o'zgarishida tibbiy mehnat ekspert komissiyasining TMK yangi xulosasi. Boshqa hujjatlar: shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport, pensiya guvohnomasi. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Hujjatlarni to'plagandan so'ng zudlik bilan pensiya ta'minoti organiga murojaat qilishingiz kerak. Qayerga murojaat qilish kerak? Hududiy pensiya jamg'armasi bo'limi. Bu eng an'anaviy va ishonchli usul. Yashash joyingizdagi, doimiy ro'yxatdan o'tgan joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan murojaat qiling. U yerda sizga ariza yozishda yordam berishadi va barcha savollaringizga javob berishadi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyGov.uz hozirgi kunda ko'plab davlat xizmatlarini onlayn tarzda olish mumkin. Agar sizning holatingiz bo'yicha onlayn murojaat qilish imkoniyati mavjud bo'lsa, bu tez va qulay usul bo'lishi mumkin. Portal orqali ariza topshirishdan oldin barcha kerakli hujjatlarning elektron nusxalarini tayyorlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ushbu portal orqali murojaat qilish tartibini aniqlash uchun portalning o'zidan yoki uning Gol markazi orqali ma'lumot olishingiz mumkin. Xalq qabulxonalari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xalq qabulxonalari ham fuqarolarning murojaatlarini qabul qiladi va tegishli organlarga yo'naltiradi. Agar siz pensiya jamg'armasiga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, xalq qabulxonasiga murojaat qilishingiz mumkin. Qanday ariza yozish kerak? Ariza erkin shaklida yoziladi.
Lekin unda quyidagi ma'lumotlar aniq ko'rsatilishi shart. Pensiya jamg'armasi bo'limi nomi, sizning FH'ingiz, pasport ma'lumotlaringiz, seriya va raqami, kim tomonidan va qachon berilgani, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya guvohnomasi raqami, qaysi o'zgarish haqida xabar berayotganingiz, masalan, ishga joylashganligim haqida ma'lumot beraman. O'zgarish sodir bo'lgan sana, masalan, 2024 yil 21 maydan boshlab ishga joylashdim. Arizaga ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxati, masalan, ilovada mehnat shartnomasining nusxasi iri dona, TMI xulosasi iri dona, ariza yozilgan sana va imzo. Eng muhimi, arizaning nusxasini tayyorlab, uni pensiya jamg'armasi xodimiga imzo chektirib, kiruvchi hujjatlar ro'yxatga olingan muhri bilan olishni unutmang. Bu sizning ma'lumot berganligingizning rasmiy tasdig'i bo'ladi. Xulosa va yakuniy xitob. Aziz do'stlar, xulosa qilib aytganda, o'zgarishlar haqida o'z vaqtida xabar berish nafaqangiz bilan bog'liq har qanday muammolarning oldini olishning kalitidir. Bu sizning huquqingiz va shu bilan birga majburiyatingizdir. Davlatimiz ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirishga harakat qilmoqda va bu jarayonda har bir fuqaroning mas'uliyati juda katta ahamiyatga ega. Endi men bilmasdim yoki meni ogohlantirishmadi degan bahonalar o'tmaydi. O'z vaqtida berilgan ma'lumotlar sizni ortiqcha bosh og'riqlar, moliyaviy yo'qotishlar va sud jarayonlaridan xalos qiladi. Pensiya ta'minoti organlari bilan doimiy aloqada bo'ling, barcha yangiliklardan xabardor bo'ling va o'zingizni hamda yaqinlaringizni himoya qiling. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni va bu boradagi savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Men ularning barchasini diqqat bilan o'qiyman va imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Zero sizning qo'llab-quvvatlashingiz men uchun yangi va foydali kontent yaratishga ilhom beradi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.